Yunusobod tumani Sampiga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana Sampi targ'ov sentri ko'pchilik biladi. Bu yerda mana Sampi institut joylashgan bo'ladi. Mana shu yo'ldan shunday kirib kelganingizda mana shu to'g'rida turgan Novostroykamizdan juda ham yaxshi remontli xonadonimizga chiqqan, yaxshi remont mebel texnikalari bilan umumiy maydoni kadastr bo'yicha 79 kvadrat plus 6 kvadrat balkoni ham bor. Umumiy 85 kvadrat bo'ladi. Narxi siz aytib o'taman, o'rtalar narxi 100 ming dollar qo'yilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Passivniy dohod qilib qo'yishgan juda ham yaxshi variant. Nima desanglar, shunday institut bir qadam joyda joylashgan. 600-700 dollardan bemalol ijarachiga berib qo'ysanglar bo'ladi. Endi esa videomizga like bosib turinglar va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizni to'liq arzon ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Главный вход kiruvchi eshigimizga kirishimiz bilan chap qo'limizda chiroyli garderobnisi bor ekan. Chap qo'limizda kuxonniy zonamiz. Bu yog'i stoloviy qilib qo'yilgan. Bu yoqda kattagina balkoni bor. Hop, bu yoqdan yurib kelar ekanmiz, mana bu yoqda stroyniy xolodilnik va o'zining shkaflari bor. Bu yoq tomon kuxonniy zonamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Kuxnyada ham o'zining vichkalari, gazlari va kir mashinalari qo'yib ketilgan. Hop, bu yoqdan yurib kelar ekanmiz, ko'rishingiz mumkin, mana remontlar juda ham yaxshi holatda. Bu yoqda mana kattagina zalimiz ham mana. Zal xonamiz ham kattagina, kerakli mebel texnikalari bor. Bu yoqda mana детский spalniy xonamiz. Har bitta xonamizda oynamiz bor. Bu yoqda mana sanuzulimiz, samishonniy bo'ladi. Sanuzulimiz ham katta bitta xona. Hop, bu yoqda yana bitta kattagina spalniy xonamiz mana. O'zining garderobnilari bor. Juda ham chiroyli remont qilingan ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan katta 3 xonali qidirayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Like bosib esingizdan chiqmasin. Uy-chuv sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.